Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan o'ta muhim, hayotiy zarurat bo'lgan bir mavzuni muhokama qilmoqchiman. Hozirda sizning eski pasportingiz haqiqatan ham yaroqsiz bo'lib qoldimi? Siz nafaqangizni ola olmaysizmi? Bankda, shifoxonada yoki boshqa davlat idoralarida muammolar paydo bo'ladimi? Bu savollar har bir fuqaroning, ayniqsa keksa avlod vakillarining xayolini band qilishi tabiiy hol. Chunki shaxsni tasdiqlovchi hujjat har birimizning hayotimizda eng asosiy vositadir. Pasportsiz sizning huquqlaringiz cheklangan bo'lib qoladi. Bugungi video aynan shu dolzarb masalaga bag'ishlangan va bu ma'lumot har bir fuqaro, ayniqsa keksa avlod vakillari uchun nafaqat muhim, balki majburiy hisoblanadi. Shuning uchun sizdan iltimos qilaman, kanalimizga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni o'zingizning yaqinlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa keksa qarindoshlaringizga, ota-onangizga, buvi-bobolaringizga yuboring. Chunki bu ularning hayotida katta muammolarni oldini olishga yordam berishi mumkin. Birgina videoni ulashish bilan siz kimningdir nafaqasini saqlab qolishingiz, bankdagi hisob raqamining bloklanishini oldini olishingiz yoki tibbiy xizmatlardan muammosiz foydalanishiga ko'maklashishingiz mumkin. Bu shunchaki bir video emas, balki ijtimoiy mas'uliyatimizni ifodalovchi muhim ko'rsatma bo'lishi mumkin. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalgi vaziyat qanday bo'lganini eslab olaylik. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng aholi hali ham sobiq ittifoq davridagi, ya'ni qizil rangli pasportlardan foydalanib keldi. Bu pasportlar ko'pchiligimiz uchun tanish va odatiy hol edi. Mustaqil O'zbekiston Respublikasining o'z pasportlari joriy etildi. Ammo ular ham vizual jihatdan eski uslubdagi pasportlarga o'xshash edi. Bu hujjatlarning amal qilish muddati ko'pincha pasportning ichida aniq ko'rsatilmagan edi. Ya'ni ular muddatsiz deya qabul qilinardi. Albatta yoshga doir 25 va 25 yoshda almashtirish qoidalardan tashqari. Bu holat ko'plab fuqarolarni, ayniqsa keksa avlod vakillarini chalg'itardi. Chunki ular o'z pasportlarini yangilash zaruriyatini his qilmasdilar. Agar ularning fotosuratlari yoki shaxsiy ma'lumotlari jiddiy o'zgarmagan bo'lsa, o'sha paytda banklar, pochta bo'limlari, poliklinikalar va boshqa davlat idoralari ushbu pasportlarni hech qanday muammosiz qabul qilardi. Chunki bu oddiy tartib edi va boshqa muqobil hujjat mavjud emasdi. Ammo hurmatli do'stlar, bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Globallashuv jarayonlari, texnologik taraqqiyot, shuningdek xalqaro xavfsizlik standartlarining o'sishi davlatlarning o'z fuqarolarining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni yanada zamonaviy va himoyalangan ko'rinishga keltirishga undadi. Shu sababli O'zbekiston Respublikasida biometrik pasportlar joriy etilishi haqida qaror qabul qilindi. Bu jarayon 2020-yilda boshlangan bo'lib, bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Eski uslubdagi, ya'ni biometrik bo'lmagan pasportlar o'rniga zamonaviy, elektron chipli, yuqori darajada himoyalangan biometrik pasportlar berila boshlandi. Bu yangilik shaxsni tasdiqlash jarayonini yanada xavfsizroq, shaffofroq va tezroq qilishga qaratilgan edi. Elektron ma'lumotlar bazasiga kiritilgan biometrik ma'lumotlar, ya'ni barmoq izlari va raqamli fotosuratlar shaxsni aniq va tezda identifikatsiya qilish imkonini beradi. Qalbaki hujjatlarning tayyorlanishiga yo'l qo'ymaydi. Davlatimiz biometrik pasportlarga o'tish uchun bir necha yillik o'tish davrini belgiladi. Bu davr mobaynida fuqarolarga o'z eski pasportlarini yangisiga almashtirish uchun yetarli vaqt berildi. Afsuski, ko'plab fuqarolar, ayniqsa chekka hududlarda istiqomat qiluvchi yoki ma'lumot olish imkoniyatlari cheklangan keksa yoshdagilar ushbu yangilikdan to'liq xabardor bo'lmadilar yoki uning ahamiyatini yetarli darajada tushunmadilar. Eng muhim o'zgarish shu bo'ldiki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan 2016 yil yanvardan boshlab eski uslubdagi biometrik bo'lmagan pasportlar O'zbekiston Respublikasi hududida shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida to'liq yaroqsiz deb topildi. Bu degani, ushbu sanadan keyin siz eski pasportingiz bilan hech qanday rasmiy harakatni amalga oshira olmaysiz. U shunchaki bir qog'oz parchasi bo'lib qoladi, xuddi eskirgan bir narsa kabi. Ammo shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlash uchun hech qanday huquqiy kuchga ega emas. Bu o'zgarish nafaqat safarga chiqish yoki xalqaro aloqalarda, balki mamlakat ichidagi eng oddiy kundalik ehtiyojlar uchun ham amal qiladi. Bu qoida har bir fuqaroga yoshidan qat'iy nazar birdek tegishli. Shuni unutmaslik kerakki, hozirgi kunda shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjat biometrik pasport hisoblanadi. Kelajakda esa
pasportlar o'rnini ID kartalar egallamoqda va bu jarayon ham bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Lekin hozircha biometrik pasport sizning shaxsingizni tasdiqlovchi yagona asosiy hujjatdir. Eski pasportingiz emas. Eskining asosiy qism. Nimalarni bilishingiz kerak. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasa ham bo'ladi. Keling. Endi bu vaziyatni yanada batafsil ko'rib chiqamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Birinchi navbatda shuni aniq bilishingiz kerakki, agar sizda 2016 yil 1 yanvardan oldin berilgan elektron chipi bo'lmagan, ko'k rangli, biometrik bo'lmagan pasport bo'lsa, u hozirda mamlakatimiz hududida shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida yaroqsiz hisoblanadi. Bu qat'iy va o'zgarmas qoida. U bilan siz hech qanday bank operatsiyalarini amalga oshira olmaysiz. Bu nafaqa olish, pul yechib olish, pul o'tkazish, kredit olish, hatto bank kartangizni qayta tiklash kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bank xizmatlaridan foydalanish uchun sizdan mutlaqo biometrik pasportingiz talab qilinadi. Nafaqangizni yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarni ola olmaysiz. Agar sizning nafaqangiz bank kartasiga tushsa ham, bankda shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilash yoki har qanday muammo yuzaga kelganda sizdan yaroqli pasport talab qilinadi. Pochta orqali nafaqa oladigan bo'lsangiz, pochta bo'limi ham eski pasportingizni qabul qilmaydi va sizga nafaqani bermaydi. Davlat xizmatlari markazlarida yoki boshqa davlat idoralarida hech qanday murojaatni amalga oshira olmaysiz. Masalan, uy-joy kommunal to'lovlarini to'lash, kadastr xizmatlaridan foydalanish, nikoh qayd etish, farzandingizning tug'ilishini ro'yxatdan o'tkazish kabi, hatto oddiy ma'lumotnoma olish uchun ham yaroqli pasport talab etiladi. Tibbiy muassasalarda ro'yxatdan o'tishda muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shifoxonaga yotishda, poliklinikada hisobga turishda, bepul dorilarni olishda sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatning yaroqliligi juda muhim. Qonuniy talablarga rioya etmaslik uchun jarimaga tortilishingiz mumkin. Fuqaroning doimiy ravishda yaroqli pasportga ega bo'lish qonuniy majburiyat hisoblanadi. Kim xavotirlanishi kerak? Bu savolning javobi juda oddiy va aniq. Agar sizda hali ham eski uslubdagi biometrik bo'lmagan pasport bo'lsa, siz zudlik bilan xavotirlanishingiz va choralar ko'rishingiz kerak. Bu ayniqsa pensionerlarga tegishli. Chunki ular ko'pincha davlat xizmatlari, ayniqsa nafaqa to'lovlari va tibbiy xizmatlarga bog'liq bo'lishadi. Keling, ba'zi real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bir vaziyat O'tkir akaning nafaqa muammosi. Astrosk 75 yoshli O'tkir aka har oy pensiyasini bank kartasiga olardi. U har doim bankka borib pulini yechib olardi. Bir kuni bank xodimi uning pasportining muddati o'tganligini, ya'ni yaroqsiz ekanligini va endilikda bank operatsiyalarini amalga oshira olmasligini aytdi. O'tkir aka bu xabardan dovdirab qoldi. Chunki u nafaqasiz bir oy o'tkazishni tasavvur ham qila olmasdi. Uning bank hisob raqami bloklandi. Chunki shaxsini tasdiqlovchi hujjat yangilanmagan edi. Uning yagona daromad manbai bo'lgan nafaqa uning qo'liga yetib kelmadi. Natijada O'tkir aka dorilarni sotib olishda, oziq-ovqat xarid qilishda juda qiyinchilikka duch keldi. Bu stress uning sog'lig'iga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Uning yaqinlari zudlik bilan pasportini almashtirishga majbur bo'lishdi. Bu jarayon esa bir necha kunni talab qildi va bu muddat ichida O'tkir aka moliyaviy qiyinchilikda qoldi. Astrosk 2 vaziyat Gulnora opaning kommunal to'lovlari. Istamdi yoshli Gulnora opa doimiy ravishda uy-joy kommunal to'lovlarini pochta bo'limida to'lardi. Bir kuni u pochta bo'limiga eski pasportini ko'rsatganida xodim uning hujjatini qabul qilmadi. Opa, bu pasport yaroqsiz. Sizda yangi biometrik pasport bo'lishi kerak dedi. Gulnora opa juda ranjidi. Chunki bu paytgacha hech qanday muammoga duch kelmagan edi. Uning to'lovlari kechikdi jarima hisoblandi. Uning nabirasi buyisi nomidan to'lovni amalga oshirishga urindi, ammo buning uchun ham Gulnora opaning shaxsi tasdiqlanmaganligi sababli muvaffaqiyatga erisha olmadi. O'zining uy-joy to'lovlarini oddiygina to'lay olmaslik Gulnora opa uchun katta stress va tashvishga sabab bo'ldi. 3 vaziyat. Botir amakining shifoxona muammosi. Astrosk 7 yoshli Botir amaki jiddiy kasalligi tufayli shifoxonaga yotish kerak edi. Ammo ro'yxatga olish bo'limida uning eski pasporti yangisi almashtirilmaganligi sababli unga xizmat ko'rsatishni rad etishdi. Shifoxona qoidalariga ko'ra har qanday bemorni qabul qilishdan oldin uning shaxsi tasdiqlanishi shart edi. Botir amakining oilasi juda tashvishga tushdi, chunki uning davolanishi kechiktirilmasligi kerak edi. Ular tezkor ravishda pasport almashtirish jarayonini boshlashga majbur bo'lishdi. Bu esa qimmatli vaqtni oldi va Botir
amakining ahvolini yanada og'irlashtirishi mumkin edi. Bu vaziyatda yaroqsiz pasport inson sog'lig'iga bevosita tahdid solishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, eski pasport bilan bog'liq muammolar har bir pensionerning hayotida jiddiy va salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda hali ham yuz minglab fuqarolar, jumladan katta yoshli aholi vakillari eski uslubdagi pasportlardan foydalanib kelmoqda. Bu son har qanday bir davlat tizimi uchun katta raqam hisoblanadi va bu fuqarolarning barchasi potensial muammolar girdobida turibdi. Astirish kim xavotirlanmasa ham bo'ladi. Agar sizda biometrik pasportingiz yashil yoki to'q qizil rangdagi yoki yangi avlod identifikatsiya kartasi, ya'ni ID karta bo'lsa, siz xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Biometrik pasportlar 2011 yildan boshlab berila boshlangan bo'lib, ular yuqorida aytib o'tilgan barcha talablarga javob beradi. ID kartalar esa 2021 yildan joriy etila boshlangan bo'lib, kelajakda ular pasportlarning o'rnini to'liq egallaydi. Agar sizning pasportingiz shu turdagi hujjatlardan biri bo'lsa va uning amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, sizning shaxsiy hujjatlaringiz bilan bog'liq hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Siz barcha davlat xizmatlari, bank operatsiyalari va boshqa huquqlaringizdan to'liq foydalana olasiz. Astirishga asosiy qism qoidalardan istisnolar, qalti sihatlar va noaniq nuanslar, ba'zida qoidalar oddiy ko'rinsa-da, ularning o'rtada bir qancha istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qalti sihatlar va ba'zida noaniq tuyulgan nuanslar mavjud bo'ladi. Keling, shu jihatlarni ham ko'rib chiqaylik, chunki bu ma'lumot sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishi mumkin. Asl qoidalardan istisnolar yoki shunga o'xshash holatlar ID kartalar. Asl hozirgi kunda O'zbekistonda yangi avlod ID kartalariga o'tish jarayoni faol olib borilmoqda. Agar siz biometrik pasportingizni ID kartaga almashtirgan bo'lsangiz, demak siz eng zamonaviy shaxsni tasdiqlovchi hujjatga egasiz va hech qanday muammo bo'lmaydi. ID kartalar biometrik pasportlar bilan bir xil huquqiy kuchga ega va hatto undan ham ilg'orroq texnologiyalarga asoslangan. Vaqtinchalik guvohnomalar, pasport almashtirish uchun ariza topshirganingizdan so'ng sizga yangi pasport berilmaguncha vaqtinchalik guvohnoma berilishi mumkin. Bu guvohnoma sizning arizangiz ko'rib chiqilayotganligini tasdiqlaydi va ma'lum bir muddat davomida shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat sifatida xizmat qilishi mumkin. Lekin uning amal qilish muddati cheklangan bo'ladi va u doimiy pasport kabi keng qamrovli emas. Masalan, u bilan xalqaro sayohatga chiqish imkonsiz. U ko'proq ichki operatsiyalar, masalan, nafaqa olish yoki bank hisobini boshqarish uchun mo'ljallangan. Diplomatik va xizmat pasportlari, bu turdagi pasportlar faqatgina ma'lum bir toifadagi fuqarolar uchun mo'ljallangan va ularning tartibi boshqacha. Oddiy fuqarolar uchun bu istisno ahamiyatga ega emas. Pastash qaltis jihatlar, pitfalls. Men hali hech qanday muammoga duch kelmadim. Bu juda xavfli fikrlash. Ba'zi fuqarolar, ayniqsa keksa yoshdagilar, eski pasportlar bilan hozirgacha hech qanday muammoga duch kelmaganliklari sababli uning yaroqsiz ekanligini inkor etishlari mumkin. Masalan, ular faqat bozorda xarid qilishadi. Kichik do'konlarda tanish sotuvchiga o'z pasportlarini ko'rsatishmaydi va shuning uchun bu muammoni sezmaydilar. Ammo bu shunchaki yaxshilikka ishonishdir. Ertaga bankka borganingizda, shifoxonaga ehtiyoj tug'ilganda yoki pochta bo'limida nafaqa olayotganingizda birdaniga muammoga duch kelishingiz mumkin. Bu bomba kabi istalgan vaqtda portlashi mumkin. Bu holat shoshilinch ravishda pasportingizni almashtirishni yanada zaruriy qiladi. Firibgarlar va qalbaki xizmatlar. Afsuski, har qanday yangilik yoki tartibga solish jarayonida firibgarlar paydo bo'ladi. Ular sizga tez va arzon pasport almashtirish xizmatlarini taklif qilishlari mumkin. Ehtiyot bo'ling. Bunday takliflarga ishonmang. Pasport almashtirish faqatgina davlatning rasmiy idoralari, ya'ni migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari yoki davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. Boshqa har qanday vositachilarga ishonish sizning pulingizni va shaxsiy ma'lumotlaringizni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Bunday qalbaki xizmatlar sizni qonuniy javobgarlikka ham tortishi mumkin. Xabardorlikning yetishmasligi. Ayniqsa qishloq joylarda yashovchi yoki internetda va axborot texnologiyalaridan unchalik foydalanmaydigan keksa avlod vakillari orasida eski pasportlarning yaroqsizligi haqidagi ma'lumotlar yetarlicha tarqalmagan bo'lishi mumkin. Bu ularning bilmasdan muammolarga duch kelishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu videoni ulashish ayniqsa muhimdir. Mening pasportimda
Amal qilish muddati ko'rsatilmagan-ku. Ba'zi eski pasportlarda amal qilish muddati aniq ko'rsatilmagan edi. Bu esa ko'plab fuqarolarni chalg'itadi. Ular pasportni muddatsiz deb o'ylashlari mumkin. Ammo bu tushuncha o'z kuchini yo'qotgan. Hozirda qonunchilikka ko'ra har bir pasportning o'z amal qilish muddati bor va bu muddat o'tgach, u yaroqsiz hisoblanadi. Hattoki eski pasportlarda muddat ko'rsatilmagan bo'lsa ham, ularning yaroqlilik muddati qonuniy ravishda bekor qilingan. Asli noaniq nuanslar. Ishonchnomalar va vasiyatnomalar agar pensioner eski pasporti bilan kimlargadir ishonchnoma bergan bo'lsa, masalan, nafaqa olish uchun yoki vasiyatnoma rasmiylashtirgan bo'lsa, hujjatlarning keyingi yuridik kuchini tekshirish lozim. Yangi operatsiyalar uchun eski pasport bilan berilgan ishonchnomalar qabul qilinmasligi mumkin. Chunki ishonchnomani beruvchining shaxsiy yaroqsiz hujjat bilan tasdiqlangan bo'ladi. Mulk bitimlari. Uy, yer uchastkasi yoki boshqa ko'chmas mulk oldi sotdi bitimlarini amalga oshirishda yaroqsiz pasport bilan notarial harakatlarni amalga oshirish mutlaqo imkonsizdir. Bu bitimlar juda jiddiy hujjatlar talab qiladi. Elektron hukumat xizmatlari. May Bokkaguchi o'z orqali amalga oshiriladigan elektron xizmatlardan foydalanish, bank mobil ilovalari orqali operatsiyalar bajarish uchun ham yaroqli shaxsni tasdiqlovchi hujjatga ega bo'lish zarur. Chunki ko'plab elektron xizmatlar shaxsini identifikatsiyalashni talab qiladi. Nikoh va ajrim guvohnomalari. Garchi bu pasport bo'lmasa-da, ushbu hujjatlarni rasmiylashtirishda ham sizning yaroqli pasportingiz talab etiladi. Ba'zida eski nikoh guvohnomalari va pasport ma'lumotlari orasida nomuvofiqliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu ham muammolarga olib kelishi mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, eski pasportingizning yaroqsizligi sizning fuqaroligingizni bekor qilmaydi. Siz hali ham O'zbekiston fuqarosisiz. Lekin sizning shaxsingizni tasdiqlovchi yuridik kuchga ega hujjat yo'q bo'ladi. Va bu sizning deyarli barcha davlat va ijtimoiy xizmatlardan foydalanish huquqingizni cheklaydi. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilish kerak? Agar sizda hali ham eski uslubdagi biometrik bo'lmagan pasport bo'lsa, hoziroq harakat qilishingiz kerak. Kechiktirish jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Mana siz uchun batafsil va aniq qadamlar. Bu qadam: pasportingizni tekshiring. Pasportingizni qo'lingizga oling va diqqat bilan ko'rib chiqing. U qanday rangda? Agar u qizil yoki ko'k rangda bo'lsa, bu allaqachon birinchi ogohlantiruv belgisi. Unda elektron chip belgisi qopqoqning pastki qismida joylashgan to'g'ri to'rtburchak ichidagi doira va undan chiqayotgan to'lqinlar bormi? Agar yo'q bo'lsa, demak u biometrik emas. Qaysi yilda berilgan? Agar u 2011 yilgacha berilgan bo'lsa, deyarli almashtirilishi kerak. 2011 yildan keyin berilgan ba'zi pasportlar ham biometrik bo'lmagan bo'lishi mumkin. Eng aniq usul chip belgisini tekshirish. Agar sizda yashil yoki to'q qizil rangdagi pasport bo'lsa, demak u biometrik va xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Agar amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, yangi ID karta egalari ham muammosiz. Ikki qadam zarur hujjatlarni to'plang. Yangi biometrik pasport yoki ID karta olish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Eski pasportingiz u yaroqsiz bo'lsa ham sizning shaxsingizni dastlabki tasdiqlovchi hujjat sifatida talab qilinadi. Uni hech qachon tashlab yubormang. Tug'ilish haqidagi guvohnomangiz. Bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlovchi asosiy hujjatlardan biri. Masalan, nikoh guvohnomasi agar turmush qurgan bo'lsangiz. Asosiy ayollar uchun familiya o'zgargan holatlarda bu hujjat juda muhim. Agar ajrashgan bo'lsangiz, ajrim haqidagi guvohnoma. Ariza to'ldirgan ariza anketa. Bu joyida beriladi va sizga to'ldirishga yordam berishadi. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya. Hozirda pasport olish uchun davlat boji belgilangan. Masalan, EKIning to'qilinmadi miqdorida bu raqam vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun aniq summani davlat xizmatlari markazidan bilib oling. Raqamli fotosurat joyida olinadi. Siz fotosurat olib borishingiz shart emas. Lekin ba'zida, ayniqsa keksa yoshdagilar uchun yuz ifodalari bilan bog'liq muammolar bo'lsa, oldindan sifatli fotosurat olib borish tavsiya etilishi mumkin. Bu haqda oldindan so'rab bilganingiz ma'qul. 3 qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? O'zbekistonda biometrik pasport olish yoki uni ID kartaga almashtirish uchun ikki asosiy joy mavjud. Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari sobiq OVIR. An'anaviy usulda murojaat qilish joyi. Ular har bir tumanda va shaharda mavjud. Davlat xizmatlari markazlari, DXM
Bu markazlar oxirgi yillarda fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida tashkil etilgan. Ular bir darcha tamoyil asosida ishlaydi. Ya'ni siz bitta joyga borib ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. DXMlar odatda yanada qulay sharoitlarga ega. Navbat kutish tizimi avtomatlashtirilgan bo'ladi va xodimlar har bir bosqichda yordam beradi. Keksa yoshli fuqarolar uchun DXMlarga murojaat qilish afzalroq, chunki u yerda qulayliklar ko'proq. Xodimlar esa xush muomalalik bilan tushuntirishadi va yordam berishadi. Asqir qadam. Jarayon qanday kechadi? Ariza topshirish. Siz tanlagan idoraga migratsiya bo'limi yoki DXM borib, o'zingiz bilan olib borgan hujjatlarni taqdim etasiz. U yerda sizga maxsus ariza anketa beriladi. Uni to'ldirishda xodimlar yordam berishadi. Xato qilishdan qo'rqmang, xodimlar sizga to'g'ri ma'lumotlarni kiritishda ko'maklashadi. Astash davlat bojini to'lash. Ariza topshirishdan oldin yoki keyin davlat boji to'lanishi kerak. Bu to'lovni o'sha joyning o'zida agar bank terminali bo'lsa yoki yaqin atrofdagi bankda amalga oshirishingiz mumkin. DXMlarda ko'pincha kassa xizmatlari mavjud. To'lovni amalga oshirganingizdan so'ng kvitansiyani diqqat bilan saqlab qo'ying. Chunki u sizning to'lovingizni tasdiqlovchi hujjatdir. Fotosuratga tushish va barmoq izlarini berish. Biometrik pasport uchun sizni maxsus kabinada fotosuratga olishadi va barmoq izlaringizni skaner orqali olishadi. Bu jarayon bir necha daqiqa vaqt oladi. Kutish davri yangi pasport odatda 10 ish kuni ichida tayyor bo'ladi. Agar sizga tezroq kerak bo'lsa, qo'shimcha to'lov evaziga tezlashtirgan tartibda olish imkoniyatlari ham mavjud. Masalan, 3 kun yoki 5 kun ichida. Bu haqda murojaat qilayotganingizda so'rab oling. Vaqtinchalik guvohnoma. Agar sizga pasportingizni kutish davrida shoshilinch ravishda shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lsa, siz vaqtinchalik guvohnoma berishni so'rashingiz mumkin. Bu sizga nafaqa olish yoki boshqa muhim ishlarni bajarishda yordam beradi. Nima yozish kerak? Ariza anketada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, familiya, ism, sharif, tug'ilgan sanasi va joyi, yashash manzili, millati, oilaviy ahvoli kabi ma'lumotlar to'ldiriladi. Bu ma'lumotlar eski pasportingiz va tug'ilish guvohnomangizga asoslanadi. Har bir ma'lumotni to'g'ri kiritishga e'tibor bering. Agar savollaringiz bo'lsa, albatta xodimdan so'rang. Yotoqda yotgan yoki nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun maxsus ko'rsatmalar. Agar pensioner o'zi shaxsan migratsiya bo'limiga yoki DXMga borish imkoniyatiga ega bo'lmasa, u holda nima qilish kerak? Uyga chaqirish xizmati. Bunday holatlarda davlat xizmatlari markazlari yoki Ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'limlari xodimlarini uyga chaqirish xizmati mavjud. Ya'ni yaqinlaringiz ushbu idoralarga murojaat qilib, pensionerning ahvoli haqida ma'lumot berib, xodimlarni uyga chaqirishlari mumkin. Xodimlar zarur jihozlar bilan fotosurat olish va barmoq izlarini olish uchun pensionerning uyga borib, pasport almashtirish uchun hujjatlarni rasmiylashtirishadi. Bu xizmat uchun qo'shimcha to'lov olinishi mumkin. Vakil orqali murojaat. Ba'zi holatlarda pensionerning qonuniy vakili, masalan, farzandi uning nomidan murojaat qilishi mumkin. Ammo bu jarayon biroz murakkabroq bo'lishi mumkin va qo'shimcha hujjatlar, masalan, notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab qiladi. Shuning uchun uyga chaqirish xizmatidan foydalanish afzalroqdir. Unutmangki, bu jarayon sizning osoyishta hayotingiz va huquqlaringizning kafolati uchun juda muhimdir. Ertaga qoldirmang, bugunoq harakat qiling. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz tomoshabinlar, bugungi videomizda biz eski uslubdagi pasportlarning yaroqsiz bo'lganligi, bu holatning pensionerlar va boshqa fuqarolar uchun qanday oqibatlarga olib kelishi, shuningdek bu muammoni hal qilishning amaliy yo'llarini batafsil muhokama qildik. Shuni tushunishimiz kerakki, o'z vaqtida pasportingizni almashtirish bu nafaqat davlat tomonidan belgilangan majburiyat, balki sizning osoyishta hayotingiz. Barcha davlat xizmatlaridan muammosiz foydalanish huquqingiz kafolatidir. Eski pasport bilan yashash o'zingizni ko'plab huquqlardan mahrum qilish demakdir. Bankda nafaqa ola olmaslik, shifoxonada xizmat ko'rsatilmasligi, kommunal to'lovlarni to'lashda qiyinchiliklar. Bularning barchasi oldini olish mumkin bo'lgan muammolardir. Shoshiling azizlarim, ertangi kunga qoldirmang. O'zingizning va yaqinlaringizning shaxsiy hujjatlarini hoziroq tekshiring. Agar eski pasportga ega bo'lsangiz, yuqorida keltirilgan ko'rsatmalar asosida zudlik bilan migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Unutmang, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning dolzarbligi va hujjatlaringizning yaroqliligi
sizning ijtimoiy himoyangiz, iqtisodiy faoliyatingiz va umumiy farovonligingiz uchun poydevordir. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Ushbu videoda aytilganlar haqida qanday fikrdasiz? Siz yoki yaqinlaringiz eski pasport bilan bog'liq muammolarga duch keldingizmi? Izohlarda o'z tajribangizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin va ularni o'z vaqtida harakat qilishga undaydi. Bu videoni kengroq auditoriyaga yetkazish uchun like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi foydali va muhim videolarda ko'rishguncha xayr. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.